Risola? Badriddin aka, ortiq siz bilan yashay olmayman. Men uyni tark etishga qaror qildim. Sababini so'ramang, iltimos. Yes! Jonim. Biz nihoyat maqsadimizga erishimiz. U o'z xohishi bilan uyni tark etibdi. Hozir boraman. Mazza qilamiz. Parda ortida ekaningni ko'rdim. Oyog'ing ko'rinib turibdi. O'yiningga yarasha javob qildim. Voy, nima? Qo'qib ketding. Tuzura eblab berkinma deydim. Kamiga yolg'on gapirish ham eplolmayapsan. Do'ppayib turibsan o pardan orqasida, baqalo. Vafadorim mani, ilk bahorim mani, fasling xumsab kiryon yuragim, faslingga to'ymoq tilagim. Kim onajonisini yaxshi ko'rsa, bu videoni o'tkazib yubormasin. Biz juda ham go'zal, chiroyli naborimizni tayyor qilib qo'ydik. Islomiy hadyamizni ichida tasbehlari, mushkambarlari, ruchkali Qur'oni karimlari, 40 hadis kitoblari bor. Pastki qismida yumshoqqina mana qizil rangli joy namozlarimiz bor. Bu islomiy hadyamizni butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul. Narxini bilish uchun nomerlarga murojaat qiling. Kabatulloh qutini ichida Qur'on kitobi, mushkambari, hajomla duolari, misvak, zamzam suvi, elektronika tasbeh, malham bor, namoz kitob, isiriq, toshli tasbehi, Xadicha onamiz kitobi va tag qismida joy namozi ham bor. Xudo xolasa nabor tayyor Andijonga chiqib ketyapti bu hozir.